Agar bugun oxirgi kunim bo'lsa-chi? Qorlar yog'ib ancha havo ham toza bo'lib qoldi qo'shni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Dil yaxshimi? Siz yaxshimisiz? Mayli, chiqinglar. Yordam qilamizmi? Mana bir qimmat savol. Aka, menga ozgina pul bersangiz yetadi. Xo'p deng. Uzr, qimmatga ketadi hammasi. Rahmat. Bizga bunday imkoniyat berilmasligi aniq. Ammo har bir kunimizni eng oxirgisidek yashaganimizda balki hayotimiz boshqacha bo'lardi. Inson hayoti tugayotganini his qilarkan, o'tmishdagi qilmishlari ko'z o'ngidan birma-bir o'tib boradi. Agar siz hali tirik bo'lsangiz, demak sizda imkoniyat bor.